Toshkent shahridagi eng arzon bozor haqida bilarmidingiz? Biz jamoamiz bilan ushbu poytaxtimizda joylashgan Yangiobod bozoriga borganimizda haqiqatda ham hayron qoldik, chunki osori atiqalar deysizmi, suvenirlar deysizmi, bebaho buyumlar deysizmi, manaman degan milliarder boylarning uyida bo'lmagan suvenirlar bu yerda arzon narxlarda, hattoki yarim narxidan ham arzon narxda berib yuboriladi. Muhimi bu jihozlarni siz hech qayerda uchratmagansiz. Bejirim Misr deysizmi, Eron deysizmi, Rossiya deysizmi, har bir davlatdan kelgan mahsulotlar, qoshiqlar, hattoki mis idishlargacha bu yerda topishingiz mumkin. Undan tashqari eski tuski narsalarni yaxshi ko'radigan, retro narsalarni yaxshi ko'radigan ishqibozlar uchun muzeyingiz, uyingizni muzeyi uchun ajoyib zeb berib turadigan buyumlarning barchasini ushbu bozorda topasiz. Hattoki kiyimlar ham bor, to'g'ri kiyilgan kiyimlar ham bor. Ulardan biz chetlab o'tdik. Tinchgina yangi kiyimlarni yarim narxida bu yerda olib ketsangiz bo'ladi. Bu bozor haqida ko'pchilik eshitgandir. Hattoki taqinchoqlar ham bor. O'sha Sovet davridagi yoki 19-asrdagi taqinchoqlar yoki o'sha davrda ishlatilgan buyumlarni bu yerda ko'rishingiz mumkin va ularning bejirimligiga, naqshinkorligiga, topilmas ekanligiga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Hattoki sal yurganingizda eski kitoblarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerni o'zicha bundoq olib qaraganda bir muzeyda qanday qiziqib ko'rsangiz bu yerdagi buyumlarni ham qiziqib ko'rasiz. Hattoki paranjilargacha bor. To'n deysizmi, eski to'nlar, o'sha o'tgan kunlarni eslatuvchi to'nlar, kiyimlarning barchasini bu yerda topasiz. Faqat eski tuski narsalardan iborat emas, hattoki zamonaviy kiyimlargacha ham bor. Ularni ham siz yarim narxida olishingiz mumkin. Yana takrorlab o'tamiz, bu Yangiobod Qo'yliqda joylashgan bozor. Ko'pchilik bu yerda ayniqsa retro ishqibozlari buyumlarni olib kelib uylari uchun qo'yishadi. Hattoki jihozlar ham bor, mashinangiz uchunmi, garajingiz uchun yoki boshqa umuman olganda uy-ro'zg'or, maishiy texnikalarni barchasini bu yerdan topishingiz mumkin. Qaysidir buyumingiz buzilib qolsa, kir mashinami, xolodilnikmi yoki maishiy qandaydir buyumingiz buzilib qolsa, ayni shu bozordan zapchast, ya'ni xom ashyo olib ketishingiz mumkin. Va bu yerda e'tiborimizni tortgani eski osori atiqalar, suvenirlar bo'ldi. Gilamlarga tushirilgan rasmlar, taqinchoqlar, o'sha davr, o'sha muhitni tuyg'usini bag'ishlovchi bu bozor. Albatta qoyil qolmaslikning iloji yo'q bu bozorga, to'g'risini aytganda. Снимать нельзя. Знаете, да, согласна. Иногда эстетика важнее, она радует. Ha yangi. Açılmagan. 50 milyon. Идет зарядка.
Dedeyim beni. Ha? Lekker gewoon sokken in bittasini. Lekker. Bir men Var mı gelin? Bu taqinchoqlarni, bu ajoyibotlarni ko'rib to'g'risi ko'zingiz quvnaydi. Albatta siz ham uyingizga olib ketgingiz keladi bizga o'xshab. To'g'risi qimmat deb o'ylashingiz mumkin, lekin manaman degan boylarning uyida topilmaydigan bu vositalar, bu buyumlar arzon narxida 10 ming so'mdan uzoq borsa 200 ming so'mgacha, millionni ham olmaydi. Juda arzon narxda. Oho, qishda issiq, yozda sovuq suvni saqlaydigan mislar, mis idishlar deysizmi yoki finjonlar, sarxumlarning barchasi bu bozorda namoyon bo'ladi. Faqat idish yoki boshqa eski-tutki narsalar emas, balki bu yerda hayvonlarni ham uchratishingiz mumkin. Zotdor mushuklar 50 ming so'mdan 50 dollargacha bo'lgan zotdor mushuklar, kuchuklar deysizmi yoki boshqa hayvonlarni, uy hayvonlarini ayni shu bozordan arzon narxda olib ketishingiz mumkin. Bay. Bularning barchasini uyingizga olib ketib bitta muzey tashkillashtirsangiz bormi? Ayniqsa milliy kiyimlar urf bo'layotgan bir paytda bu bozorga kelmasangiz bo'lmaydi. Chunki milliy kiyimlarimiz Chorsu bozoriga tushganingizda 1 millionlab baholashibdi, hattoki bir cho'ponlarni. Lekin bu bozorda atigi 200 ming so'mga olib ketishingiz mumkin. Milliy o'sha davrdagi 20-asrdagi, 19-asrdagi cho'ponlarni 200 ming, 100 ming so'mdan olib ketishingiz mumkin. Do'pplar deysizmi? Milliylikdan bahra olasiz bu yerga kelib. Farzandingiz bog'chada qandaydir tadbirda qatnashmoqchi bo'lsa yoki maktabda eski narsalar kerak bo'ladi va ularni tikuvchiga berib tiktirmoqchi bo'lsangiz juda qimmat narx aytadi. Undan ko'ra Yangiobod bozoriga kelsangiz aynan o'sha narsani olib ketishingiz mumkin. Aynan o'sha asrga oid, hattoki sovet davrida chizilgan rasmlar, suratlar, o'sha davrda foydalangan soatlar deysizmi, texnikalar barchasi aynan shu yerda topasiz. Xullas, narsalar yo'qolib ketmagan sovet davridagi, undan oldingi 18-17-asrdagilar barchasi shu Yangiobod bozoriga kelgan va shu bozorda topasiz ham. Narxi ham uncha qimmat emas, umuman qimmat emas to'g'risi. Kelavering. Aka bu qanaqa quyon? Fransuzski bara. Uni ko'taring, meni ishga berasiz. Sovg'aga bo'ladi. Nech bilan shu?
Işıklar ama Haqiqiy xati ko'shu. Nech pul qilib berasiz? $200. Sen o'zini gapirgan. Şöyle Okay na. Yine bana 60 bin, 60 bin, şimdi 60 bin istiyorum bana süper aksiye bana. Mega aksiye, mega aksiye bana. Hozir nima qilasan? Nigar opa. Serin topib oldim. Готови atlas ko'ylak. Doğru bu. Какой дукан? Что я здесь?
Kaçına da kartıydı? 200. Ну, я не прошу лимон, я сказал, 400 прошу. Уступка есть? А то возьмешь. Bizni yoshligimizda mana shu rasm bo'lardi, detskiy. 92-yil. Ne oldu? O şakallar kemal.